Al-Buxoriydan 1 sotiq yer tekinligini men sizlarga aytib o'tayman. Ayni orqamda turgan joyda siz olsangiz 1 sotiq joyda tekinga olishingiz mumkin. Aynan sizlar uchun bu joyda siz nima qilsangiz bo'ladi? Aytaymi? Hamma narsa sotsangiz bo'ladi. Xohlasangiz milliy kafe, xohlasangiz taomlar, xohlasangiz restoran. Nima qilsangiz ham bo'ladi, o'xshab ketadigan joy. Endi hisoblab ko'ring. Bir kunda 25 ming aholi bu yerga kelsa, siz 1 yilga qolmay milliarder bo'lib ketasiz. Orqamdagi joyda olgan odam baraka topadi. Hashamat, sifat hamda o'zgacha yondashuv aynan shu kottejlarda bor. Ushbu joyimizda 240 kvadrat bo'lib, ikkita kottejimiz sotuvga qo'yilgan. Joyimizga ko'rib turganlaringizdek, qurilish o'zi boshlanib bo'lgan. Ko'rib turganlaringizdek, ekraningizdagi eng hashamatli uylar aynan shu yerda quriladi. Siz aytib o'tganimda Al-Buxoriyga 2 minutlik yo'lda bemalol borib kelsangiz bo'ladi. Joylar zo'r, lokatsiya вообще udar. Bu uyimizga eng asosiy narsalardan biri ko'rib turganlaringizda eng trendda bo'lgan, hozir O'zbekistonimizda zamonaviy g'ishtlardan bo'lgan armada g'ishtlari ishlatilyapti. Aka qarang, aynan siz mana shu yerda yashashga maza qilasiz. Devordan bomba qilyapsizmi? Mana sizga tekis, lineykada tekis qilib bergan. Lineykada bittalab o'zlari qilgan. Qarang, endi bu g'isht qarang. G'isht borku, armada. Xohlagan joyingizdan qilib ko'ring. Mana shu aynan sizlar uchun komfort joyda turibdi. Hasanjon, senga bir ortiqcha pul beryapti deganlar uchun yo'q. Men faqat bor narsani chiqarib berishga harakat qilaman. Aynan shu joyda olgan odam baraka topadi. Hurmatli obunachilar, yonimda turgan Imom Al-Buxoriydan atiga 2 minutlik peshqon borsangiz 2 minutlik yo'lda aynan sizlar uchun 3 ta tenxausdan 2 tasi sotiladigan joy bor. Hurmatli obunachilar, chet el fuqarolari ham olib bemalol biznes yoki bo'lmasa yashasa bo'ladi. Aytganimdek, peshqon borsangiz ham 2 minutda yetib qo'yadi. Aka, sizga hamma tariflarni aytdim. Qarang, gaz bor, svet bor, kanalizatsiya bor. Aynan hujjatlardan вообще muammosi yo'q. 2,5 sotiq uyingizni maza qilib yashaysiz. Zeleniy zonasi bor. Plashatkalar o'zlaringiz qilib olasizlar. Hamda esa sizlar uchun letniy kuxnyalargacha hamma narsa qilib qo'yilgan. Bemalol siz aynan mana shu joyda xarid qilsangiz bo'ladi. Yana eng zo'rini aytaymi? 3 yil kutib o'tirmaysiz pulni to'lab. Siz sentyabrgacha aynan mana shu joyda bemalol kelib korobka holatida xarid qila olasiz. Faqat yashash hududingizga hujjat qilib berishadi. Bemalol maza qilib yashayverasiz. Aytganimda Al-Buxoriydan peshqon borsangiz ham 1 minut, 1,5 minutda borib qo'yasiz. Pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsangiz, atiga kvadratini 1,5 ming, 2 ming dollardan olaman deb o'ylayapsizmi? Aka, 700 dollardan gaplashib qo'ydi. Bemalol kelib, mana pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib, joyingizni ko'rib, hamma narsalarni, hujjatlarni men ekraningizga ko'rsatib qo'yaman. Hujjat ko'plab ko'rsatmaydi, lekin biz ko'rsatamiz. Pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib, xarid qilsangiz bo'ldi. Aynan sizlar uchun kvadrat 700 dollar bo'lgan joyda pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib bilib olasiz. Barchaga omad, arzon narsa chiqaryapman. Aka, like bilan podpiskani bosib qo'ying.